19-20 mart kunlari AQSh hukumati Eron neftiga qo'yilgan sanksiyalarni qisman olishini e'lon qildi. Bu qarorga ko'ra faqat dengizda qolib ketgan taxminan 140 million barrel Eron nefti sotilishiga 30 kunlik ruxsat beriladi. Yangi ishlab chiqarish yoki uzoq muddatli kelishuvlarga esa hali ham taqiq saqlanib qolmoqda. Bu qadamning asosiy sababi urush va energetika obyektlariga hujumlar fonida neft narxlarining keskin oshib ketishi bo'ldi. AQSh bu orqali global bozorni barqarorlashtirishni maqsad qilgan. Biroq tanqidchilar bu qaror dunyo bozori bilan bir qatorda Eron iqtisodiyotiga ham katta yordam berishi mumkinligidan ogohlantirishmoqda. O'tgan hafta ayni shu dunyo neft bozoridagi narxlarni barqarorlashtirish maqsadida AQSh Rossiya neftiga qo'yilgan sanksiyalarni vaqtinchalik yumshatgandi. Bu qarorga ko'ra faqat dengizda allaqachon yuklangan Rossiya nefti sotilishiga taxminan 30 kunlik ruxsat berilgandi. Yangi ishlab chiqarish va uzoq muddatlik kelishuvlar esa hali ham taqiqlangan. AQSh shu orqali bozordagi ta'minotni oshirib, narxlarni barqarorlashtirishni maqsad qilmoqda. Biroq tanqidchilar bu qaror Rossiyaga qo'shimcha yirik daromad olib kelib, uning nafaqat Ukraina, balki Erondagi urushni ham bilvosita qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha kuch bo'lishini ta'kidlashgan. Eslatib o'tamiz, bugun 21-mart holatiga ko'ra Brent markali bir barrel neftning narxi $106 oshadi. Urush boshlanishidan oldin $70 atrofida bo'lgan neft so'nggi haftada barreli $100 pastga tushmayapti. Hozirgi urush holatida Eron o'z davlat tuzumini saqlab qolgan holda Yaqin Sharq davlatlari xavfsizligi va iqtisodiyotiga zarba berib, himoyada uzoq tura olish orqali majoziy g'alaba yoki ancha muvaffaqiyatli tinchlik shartnomasiga ega bo'lishi mumkin. AQShning g'alabasi uchun esa Erondagi tizim qulashi va o'rniga AQShga moyil rahbar kelishi kerak. Vaziyatga ko'ra bu amaliyot qisqa davom etmaydi. Urushni uzoqroq davom ettirish uchun esa neft narxi pastroq bo'lishi shart. Aks holda dunyo iqtisodiyotiga bog'liq barcha Amerika Qo'shma Shtatlariga ittifoq davlatlar va AQSh ichidagi oraliq saylovlarda urushni qo'llamaydigan aksariyat amerikaliklar fonida yolg'on e'lon qilingan g'alaba asosida bo'lsa ham mag'lub bo'lishga mahkum bo'ladi.